Toshkent viloyatida baliqchilik sohasini rivojlantirishda Bekobod tumani ham muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda hududda baliqni intensiv usulda yetishtirish va urug'chilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadbirkor Davirbek Qodiraliyev o'z biznes loyihasini amalga oshirish maqsadida auksion orqali sizot suvlari yuqori bo'lgan hududdan 4 sotiq yer maydonini xarid qilgan. Uning tashabbusi mahalliy hokimlik tomonidan qo'llab-quvvatlanib, obyektga elektr tarmog'i olib kelindi. Qisqa muddatda hududda artezian qudug'i qazilib, yil davomida harorati 19 daraja bo'lgan suv manbai yaratildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, aynan shunday harorat va suv tarkibi noyob baliq turlari chavog'ini yetishtirish uchun eng maqbul sharoit hisoblanadi. Qishki yozgi sikllarda baliq yetishtiriladi. Qishki siklda farel chavoqlari yetishtirilib, sotuv yo'lga qo'yildi. Mart oyidan boshlab bu yerda issiq suv baliqlari, ya'ni karp chavoqlari yetishtirilib kelyapti. Bu inshoot quvvati bir yiliga 25 tonna, jami 50 tonnani tashkil qiladi. Bunda olib qaraydigan bo'lsak, 50 tonna baliq 10 gektar yerda yetishtiriladi. Loyihaning ahamiyatli jihati shundaki, tadbirkor nafaqat baliq chavog'i yetishtirish va yangi ish o'rinlari yaratishga, balki qishloq xo'jaligi uchun dolzarb bo'lgan yana bir masalaning yechimiga ham hissa qo'shmoqda. Artezian qudug'i orqali sizot suvlari sathining pasaytirilishi natijasida yerlarning meliorativ holati yaxshilanib, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi ortishiga zamin yaratmoqda. Bundan keyingi ishlarimiz albatta mahalliy aholini baliq boqishga o'rgatish. Kooperatsiya loyihasi doirasida biz bularga birinchi texnologiyalar, ikkinchisi o'qitish, shu texnologiyalardan foydalanish, keyin chavoq yetkazib berish, keyin ularni boqish uchun yem bilan ta'minlash, kerakli dori preparatlar, profilaktika. Undan tashqari bizni ular yetishtirgan baliqlarni o'zimiz qayta sotib olish rejalarimiz ham bor. Qayd etilishicha, 4 sotiq yer maydonida tashkil etilgan intensiv baliqchilik xo'jaligida yiliga 50 tonna baliq chavog'i yetishtirish imkoniyati mavjud. Vaholanki, an'anaviy usulda shunday hajmdagi mahsulotni yetishtirish uchun kamida 10 gektar yer maydoni talab etiladi. Bundan tashqari suv, energiya va boshqa resurslar sarfi ham bir necha barobar yuqori bo'ladi. Bugungi kunda ichki bozorda noyob baliq turlari chavog'ining 1 kilogrammi o'rtacha 50 ming so'mdan sotilmoqda. Shu hisobdan tadbirkor yillik 50 tonna mahsulot ishlab chiqarish orqali qariyb 2 milliard 500 million so'm daromad olishni rejalashtirmoqda. Tanishdingiz, e'tibor uchun rahmat. Salomat.